aggressive. Columbia Pictures va Revolution Studios namoyishi. Happy Madison Original Films mahsuloti. Hayot pulti. Yo'q! Nima qilyapsizlar, ha? Sizni uxlayapsiz deb o'yladik, dada. Atrofimda shirinlik o'g'irlari yurganda uxlab bo'ladimi? Ajdaho ertaklarini ko'rsak maylimi? Mayli, ko'raveringlar. Qaysi biri televizorniki? Menimcha sen garajni ochding. Bilaman, o'zim ataylab ochdim. Barakalla. Bir vaqtlar bu yashikni bitta tugmani bosib ishlatsa bo'lardi. Odoylarda universal pult bor. Hamma narsaga bitta pult. U sizga o'xshagan qariyalar uchun juda ham qulay. Odoylarning hamma narsasi yaxshi. Daraxtdagi uchamiz nima bo'ladi? Bilmadim. Dadangdan so'ra. Nimani gapiryapsizlar? Daraxtdagi uchani bir kun bitkazib berasizmi? Ha, dada. 2 oydan beri chala yotibdi. Yaxshi. Hozircha ishxonada ishim juda ko'p. Yaqinda hammasini bitiraman. Uychani ham qurib beraman. So'z beraman. Sabr qilinglar. Michael, bugun basseynga borasanmi? Basseynga? Borishim shartmi? Ha. Unda hazillashdim, boraman. Yaxshi. Seni sevaman. Muhabbat abadiy azizam. Mr. Newman, Kevin O'Dale, seni eslab turdim. ko'k shaldira arabangizda qanaqa magnitola bor? Magnitola? Buni ko'rganim yo'q, Kevin. Meni dadamning mashinasida esa dahshat stereo bor. Otangning stereosi shunchalik yomonmi? Yo'q, men buni nazarda tutmagandim. Unda otangning stereosi dahshatli ekanda. Qani bolakay, tezroq yo'lni bo'shat. Xayrli tong, Mr. Newman. Xayrli tong. Xayrli tong. Salom. Xayrli tong, Mr. Newman. Salom. Xayrli tong, Mr. Salom. Newman. Xayrli tong, Mr. Newman. Xayrli tong, Mr. Newman. Salom, Elis. Bir soat tiqinchda qolib ketdim. Majlis qachon boshlanadi? Boshlanib bo'ldi. Nima? Ha. Shahzoda Habibu, Manhattan qurilish normasiga to'g'ri keladi. Michael, Kechirasiz, kech qoldim, sir. Bitta ahmoq qizil Lamborghini bilan yo'lni to'sib, shuning uchun Shahzoda Habibu qizil Lamborghini'da yuradi. qizil Lamborghini dedimmi? Men ko'k Ferrari'ni nazarda tutgandim. Bu kishi sheriklaringizdan bittasimi? Michael kichik kompanyonim, lekin u eng yaxshi arxitektorlarimizdan bittasi. Rahmat. Hazrati oliylariga dizaynerlik ishimiz mohiyat haqida gapirib bering. Joni bilan Shahzoda Habibi. Habibu. Shahzoda Habibu. Habibu, ha, o'zim ham shunday dedim. Mr. Remer siz haqingizda gapirganda. Siz nozik didli, uzoqni ko'ruvchi odam ekansiz. Men chinam o'ziga xos bino tavsiya qilaman. Qarshingizda sizning restoraningiz. Marhamat. Bar qani? Bar? Mana bar, lekin sharshara. Bar uzunroq bo'lsin. Yaxshi, unda atriumni kaltaroq qilamiz. Artium kerak emas. Shahzoda Habibi uchun barni uzunroq qiling. Shunaqami? Yana qashiymi? Bo'ldi. Yana polda ariq kerak konkurs o'tkazishim uchun. Nima hazillashyapsizmi? Haqiqatdan ham suv qayergadir oqib ketishi kerak. Keling, atriumni olamiz. Yangi kirish yo'li qilamiz. Xudoyim qoyil. Juda ajoyib. Nima, siz arabcha hammom qurmoqchimisiz?
Siz Shahzoda Habibuni qaynoq bikini nomli restoranini hammom bilan tenglashtiryapsizmi? Bu rejani hammomga mutlaqo aloqasi Sizni haqorat qilmoqchi emasdim, Shahzoda Hubba Bubba. Habibu, Hubba Bubba saqish. Shahzoda Habibu saqish emas. Shahzoda Habibu, men hammasini aytganingizdek qilaman. Jon Emmer ofisi. Shu atrium ustida ko'p urinmagandirsan deb umid qilaman. Natigi bir oy arzimagan vaqt. 56-ko'chadagi mashina to'xtash joyini ko'ryapsanmi? Ha, Vatsuhita uni buzib tashlab, hashamatli otel qurmoqchi. u sizga buyurtma berdimi? Yo'q hali. Oldiniga qoralama loyihasini tuzish kerak. Ishga kirishasanmi? Albatta. Bolalar bilan bayramni nishonlab qaytaman u. Darrov boshlayman. Yaxshi. Bolalaring bilan bayramni yaxshi o'tkaz. Loyihani Svartsinga beraman. Yo'q, unday qilmang. Ular 3 kun sabr qilisha olmaydimi? Yaponlar sabrsiz bo'lishadi, hatto baliqni ham xomligicha yeyishadi. Xotinimni ko'ndirishga harakat qilaman. Yaxshi. Unda tushlikdan keyin Shahzoda Habibuni barida uchrashamiz. O'g'lim suzish bo'yicha musobaqada, men borib mayli, bormay qo'ya qolaman, hech nima qilmaydi. Bu meni o'g'lim. Meni o'g'lim. Yashavar ota o'g'il, boplading. Siz meni dadam emassiz? Sen qayerdan bilasan? Nima? Shunchaki hazillashdim. Rostdan ham meni dadammi? Barakallah, juda yaxshisiz. Xuddi delfinga o'xshaysan. Ko'rib qoyil qoldim. Hozirgina keldingiz, o'zim ko'rdim. Nega hozirgina bo'larkan? Boya kelganman, hammasini ko'rdim. Hov, ayoqdan sakrab, bu yoqdan suzib chiqding. Qanaqa uslubda sizda? Og'zingni yum degan uslubda. Muhimi, dadang seni qanday yetib kelganingni ko'rdi. Yetib kelayotganimni ham ko'rmadilar. O'sha vaqtda Pingfu bilan gaplashayotgandilar. Nega endi? Bola cho'kayotganda yordam berish kerak-ku axir. Meni basseynimda cho'kishmaydi. Yaxshimisiz? Men murabbiy Bill Harleyman. Michael Howard, Michael Newman, kechirasiz. Big Man mahoratini oshyapti, lekin esingda bo'lsin. O'ng qo'l bosh chapga, chap qo'l bosh. Onga bilaman, faqat oxirida unutibman. Yaxshi, buni o'zlashtirib olasan. Yaqinda seni hamma delfin deb chaqiradigan bo'ladi. Rostdanmi? Ha. Eshitaman. Mr. Emmer. Shoshilma, Ben. Bu musobaqa emas. 5 daqiqa ichida ikkinchi muz qaymoq borgan sari ko'proq yeyapti. Xuddi avtomatdek. Har doim ichma deyman. Yo'q, shunchaki otasi nima qilsa shuni qiladi. Jonga tegdi. Michaelni qiladigan ishlari sog'liqqa zarar. Shunaqa qilib o'zini ado qiladi. G'alati topshiriq. Men axir Xudoyim. Yuragim yorraydi-da. Dada, siz ko'p yashaysizmi? 1 daqiqa. 1 daqiqa? Dadam 1 daqiqadan keyin o'ladilar. Yo'q, qo'rqma qizim. Men 200 yil yashayman. Sen bilan menga shuni o'zi yetadi. So'z berasizmi? So'z beraman, qasam ichaman qizim. Sizni yaxshi ko'raman. Padaringga la'nat. Hey! Bu yerda yosh bolalar bor. Benjamin. Ben. Bu nima? Tanga? Bu yillar qand kasali borligi uchun muzqaymoq yedirmayapti. Lekin shirin tanga haqida gapirmadi. Mana. Shirin ekan. Endi tez 3 gacha sanaylar, bo'lmasa mazasi qolmayapti. 1, 2, 3. Shirin buvi, qanaqa qildingiz? Buyuk fokuschilar hech qachon sirni ochmaydi. Dadangiz bolaligida ham shu sirni bilib olishini orzu qilardi. To'g'rimi o'g'lim? Michael, kim bilan gaplashyapsan? Ey xudoyim. Oyi, boshlig'im bilan gaplashyapman. Xalaqit bermang. Shunaqami? Ayt unga tinch qo'ysin. Oilam davrasidaman degin. Sen bandsan. Oyim salom deyaptilar. U kattakon bo'lib ketgan. Doim qo'lida telefon, qo'ng'iroq odam. Xo'p, mayli, Mr. Emmer, xayrli tun. Yaxshi yotib turing. Ishing bitdimi? Xotirjam o'tira olasanmi? Ha, kechirasizlar.
Mana senga qariya. Hozir o'ldiraman. Kim ursin, qochib qollaring. Maktabda otangni urib yurardim. Seni ham ta'zirini berib qo'yaman. Shoshma. O'sha amakini yomon ko'raman. Xayli tun kovboy. Qo'lini ko'tar, Pocahontas. Bor, o'rningga yot. Tez. Kasal bo'lib qoldingizmi, Sharif? Yo'q, kasal bo'lishga vaqtim yo'q. Osiyo me'morchiligi haqidagi hujjatli filmni ko'rishim kerak. Ba'zan dam olib turishim kerak, azizim. Dam olish kuni chodir tikolmasang, o'rmondagi hayvonlar ham kulib borishadi. Ha, aytishni unutibman. Tabiat qo'yniga chiqishni qoldira turamiz. Emir yangi loyiha topshirdi. Seshanbagacha bitishi kerak. Agar ulgurmasam boshqaga topshiradi. Bolalar shu sayohatni 1 yil kutishdi-ku. Bilmaydi deb o'ylaysanmi? Qachon nima qilsam ham kimnidir umidini puchga chiqaraman. Doim shunday. Kimni umidini puchga chiqarish mumkin emasligini bilsang bo'lardi. Azizam, men ko'cha kezib yurganim yo'q. Qarta o'ynamayapman. Oilam bolaligimda orzu qilganimdek yashasin deb ishlayapman. Shuning uchun shu la'nati filmni ko'rishim kerak. Mendan xafa bo'lma. O'tinaman sendan. Bu nimasi? Qachon tinch yashayman? Ming la'nat. Ana bu doyillarda universal pult bor. Bizga ham shunaqasi kerak. Shuni deb yaqinda aqldan ozaman. Garaj eshigini ochaymi? Ha. Berk. Berk. Ochiq. Hammasi vano uchun, to'shak uchun va boshqa narsalar. Og'ayni, sizlarda masofadan boshqariladigan universal pult bormi? Vonna uchunmi, gilam uchunmi? Televizor uchun. Unaqasi yo'q, balki adyal uchun kerakdir. Radio uchun ham bormi? Kechirasiz. Men bu yerda ishlamayman. Bir odam kutib turdim. Hazillashyapsanmi? To'g'risini aytsam, ha, hazillashkim keldi. Bugun kayfiyatim juda ham yaxshi. Voy, voy. Wow, man. To'shak. 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 Vanna to'shak. Bu hayotdan charchab ketdim. O'zga dunyo. O'zga dunyo. Be the devil who can't be anything but darling, be mine. Sorry to... Kechirasiz, sekingina kirib kelaverdim. Sizlarda universal boshqarish pulti bormi? Qayerdandir pishmagan kartoshka hidi kelyapti. Mendan kelayotgandir. Bilasizmi, fast food umrni qisqartiradi. Shunaqa gap eshitgandim. Hayot tarzimni hisobga olsak, bu qaytaga yaxshi. Sizga masofadan boshqariladigan universal pult kerakmi? Ha. Hayotim oddiy, xotirjam, murakkabliklarsiz bo'lishi uchun bitta pult kerak. Aslida bu mumkin emas, lekin siz yaxshi odamga o'xshaysiz. Buni sezganingizdan xursandman. Hozirgina bitta pult oldik. U texnikaning eng yuksak yutug'i. Yaxshi narsaga o'xshaydi. Juda g'aroyib. Eng yangi, eng universal pult. Bunaqasi hali sotuvda yo'q. Demak, bu shedevr O'doyillar pultidan ham zo'r ekanda. A? Men O'doyillarni tanimayman, lekin ularni sizga havas keladi. Shunaqa. Ha. Yuring men bilan. Yaxshi. Menga juda jonkorlik qilyapsiz. Ismingiz nima? Morti. Morti, men Michael Newmanman. Michael Newman. Endi hayotingiz o'zgaradi. Bu yaxshi.
o'zga dunyoga o'tish yo'li. To'g'risini aytsam, tashqarida turganimda bu yer kengroq tuyulgandi. Hazillashdim. Haqiqatan eng yangi yutuq. Balki havoni bu o'rtadagidir. Maxfiy. Qutisi qo'llanmasi bormi? Uni keragi yo'q. Shunday yo'naltirasiz, chiqita bosasiz, o'zi programmalashtiradi. Qancha turadi? Aytib qo'yay, men Kenji Rockefeller emasman. Omadingiz bor ekan. Hali shtrix kodi yo'q. Shuning uchun uni shundoq beraman. Oling. Maza qiling. Mayli. Bir narsani bilib qo'ying, Michael. Bu narsa qaytarib olinmaydi. Tekinga olgan narsamni nega endi qaytarar ekanman? Xo'sh, shirinlik bo'lmaydi. Yo'q. Mana bunisi boshqa gap. Qani, nimaga qodirligini bir ko'raylik-chi. Men televizorni qo'yib olaman. Wunderkind bo'lib ketdim. Bolalar bilan gaplashdim. Shunaqami? Ular tushunishdi, dam olish kunlari hech qayoqqa borishmaydi. Yaxshi. Lekin ularning o'rtoqlari yotib qolgani kelishadi. Bu yaxshi fikr. Rahmat. Tushunganing uchun rahmat. Bir narsa so'rasam maylimi? Ha? Yangi loyiha tuzib kompaniyangda odam bo'lganingda biz bilan ko'proq vaqt birga bo'la olasanmi yoki battar bo'ladimi? To'xta. O'sha darajaga yetib boshliq bo'lsam, birinchi qiladigan ishim o'zimga o'xshagan bir nechta ahmoqni yollayman. Meni o'rnimga ishlashadi. Men oilam bilan birga bo'laman. Faqat biroz sabr qilish kerak. Tushunyapsanmi? Menga bunaqa qarama. Meni ham sal tushunginda. Seni sevaman axir. Bor endi, yota qol. Shu haqda o'ylab ko'r. Albatta o'ylayman. Shirinlik yeyaverma, bo'lmasa to'nkaday bo'lib ketasan. Xo'p. Jim, hamma uxlayapti. Yana tashqariga chiqmoqchimisan? Bir pas sabr qilsang bo'lmaydimi? Jim tur dedim. Ovozingni o'chir. O'chir. Tovush balandligi. Ko'p miqdordagi yo'tal dori bilan pechenye qo'shilganda narkotik bo'lsa kerak. Aylanib kel. Baraqa. Tezroq bo'l, vaqtim yo'q.
Yo tavba! Yo tavba! Ha, to'g'ri. Plastik operatsiyadan keyingi payt qiyin bo'ladi. Lekin yarim yildan keyin yuzim bilan qomatim orzuim ushalishiga yordam beradigan darajada bo'ladi. Oyim har doim bu operatsiya juda xavfli deydilar. Agar somonda yonoq suyagini tarashlamoqchi bo'lsa, men ham qo'rqqan bo'lardim. Bilaman, lekin nazarimda yuzim juda slavyancha. Senga ham plastika kerak. Ehtimol o'shanda Michael uyga vaqtliroq qaytar. Salom, Michael. Bugun juda horg'in ko'rinasan. Salom, Janin. Juda ham slavanga o'xshab qopsan. Donna bilan sport zalga ketayotganimizga hasad qilyapsanmi? Hamma yigitlar bizga gap ochishadi. Michael biladi, men faqat uni sevaman. Muhabbat abadiy azizam. Kechagi gapim uchun kechir. Seni sevaman. Ey Xudo, koshki meni ham erim bo'lsa, uni sevardim, ardoqlardim. Ha, ajoyib robot it. U 6 tilda akkilay oladi. Yaxshi ekan. Sizlarni espas, tirik itinglardan yaxshiroq. Dada, Kevinning yangi robot itini ko'rdingizmi? Ha, yoqimtoy ekan. Yoqimtoy, u sizni shaldiro aravangizdan qimmatroq turadi. Endi-chi? Meni robot itim. Zoro, bu yangi reality showmi? Siz uni boshlovchisiz. Morty, kamera qani? Oilamdagilar bilan kelishib olgandirsizlar, a? Itam bopladi. Salom, vatandoshlar. Ustimdan kulaveringlar. Men ahmoqman. Donna, sendan o'ch olaman. Tez aylantiramiz. Hech kim ustingizdan kulayotgani yo'q, Michael. Sizga universal boshqaruv pult kerak edi. Bu atrofdagi hamma narsani boshqaradigan pult. U meni raqsga tushishimda nimani boshqaradi? Bizda pand bor. Mortiga ham yoqyapti. Michael, menyuni oching. Shu pultnikinimi? Yo'q, Qizil marka restorani menyusini. Albatta pultnikinida. Asosiy menyu. Voy. Qayerdamiz? Gol, Michael! 1 Mississippi, 2 Mississippi. Nima ekan? Yana gallyutsinatsiya boshlandi. O'g'il ko'rdik. Rostdanmi? Bu nima? Seni yaxshi ko'raman, Michael. Bu hayoting menyusi. Hayotim kalendariyammi? Bu yerda hamma narsa bor. Chiqillat. Chiqillatyapman. Bu o'tgan seshanba. Michael buyurgan tushlikni sabrsizlik bilan kutardi. Gapirgan kim? Taniqli diktormi? Bu diktorlar hammasiga ovoz berishadi. Uni hafsalasi pir bo'ldi. Elis cheeseburger olib keldi, lekin u gamburger buyurgan edi. Ha, bu cheeseburger, men gamburger buyurgan edim. U har doim shunaqa qiladi. Michael Elisga pishloqni olib tashlashni buyurmoqchi edi, lekin Elis nonga tupurishidan yo yana boshqa biror narsa qilishidan qo'rqdi. To'g'ri qildi. Axir Elis xuddi shunday qilmoqchi edi. Hazillashyapsizmi? To'g'ri qilibsan. Xudoyim. Demak, men hayotimni o'zimga yoqmagan qismini o'zgartirsam bo'lar ekanda. Qiziq. Nima bo'ldi? Yo tavba, nimani bosdim? Kechirasan, seni qanday qaytaraman? Og'ayni. Hazil. Shundan boshqasi ham yetib turuvdi o'zi. Juda oson. Zamoni va makonini o'ylab orqaga aylantirsang, o'sha yerda bo'lamiz. Zamoni va makoni. Ey xudoyim. Vini Pesauki ko'li. Bu men Jazz futbolkasidaman. Qani kichkina Michael? Ana, Epchilagansan, yaxshi tutding. rahmat. Michael, tushlik tayyor bo'lib qoldi. Xohlasang do'stlaringni ham olib kelishing mumkin. Chodirimizga borib tushlik qilmaymizmi? Yaxshisi bizni furgonga borib multfilm ko'raylik.
Ketdik. Bu qanday xo'rlik? Oyi, nega odamlarga o'xshab avtopritsep olmading? Nima deyapsan? Tabiatdan bahra olish kerak. G'ildirayli temir qutining nimasi yaxshi? Mehr bor joyda sovqotishan yo'q. Keksga tegmay tur. Qornim ochib ketdi. To'g'ri, meni ham qornim ochib ketdi. Shunday ochdiki, buni yeb qo'yishga tayyorman. Yana o'sha tanga yeyish fokusi. Qanaqa qildi? Bu fokus uchun maxsus tanga. Buni bilishimni aytmadim. Yaxshi. Ishga qaytishim kerak. Playni bos. Pultning imkoniyati katta. Undan ehtiyot bo'lib foydalan. Xo'p. Sen kimsan o'zi? Kimligimni bilasan? Morty? Kerak bo'lib qolsam, qo'ng'iroq qil. Lapashchang, shuni ham tutolmaysan. Yo'q, tutaman. Salom dada. Salom o'g'lim, qalaysan? Kopni tutyapsizlarmi? Yo'q, uni chirib yuboryapmiz. Ben koptokni bir marta ham tutolmadi. Jin ursin. Sendan ham yaxshi kechir chiqmaydi, O'Doyle. Seni yaxshi ko'raman, Ben. Men ham sizni yaxshi ko'raman, dada. Voy! Yo'q, bilaman. Qanday qilib unga qarshi ovoz beraman? Uning Kate Spade sumkasini ko'rdingizmi? Bir daqiqa kutib turing, oyi. O'g'lingiz bilan salomlashay. Ota-onamni kechki ovqatga chaqirdim. Rostdanmi? Juda ham xursandman. Ular nevaralari bilan uchrashib xursand bo'lishadi deb o'yladim. Ha, yaxshi, tezda ko'rishamiz. Xayr, omon bo'linglar. Oila davrasida ovqatlansang o'lib qolmasan, azizim. Bilaman, lekin bugun loyihani tayyorlashim kerak. Men yo'lboshchiman. Yo'q, men. Dadangga salom ber. Salom, dada. Butun oqshom chidab o'tira olmayman. Keragi ham yo'q. Keyingi qismga o'tish. Qoyil. Men keyingi qismlarga sakrab o'ta olaman. Ana oila. Mayli, kechki ovqatni tugatamiz. Keyingi qism, keyingisi. Sendan boshqa hamma yeb bo'ldi, o'g'lim. Bo'la qol. Dadamni tanga yeyish fokusi. Jonimga tegdi. Nihoyat yerto'lamda yolg'iz o'tiribman. Sen ishingni tugatib firmada boshliqqa sherik bo'lmoqchimisan? Menimcha ayni vaqti. Michael, Nima? sen ishdan qo'ymaylik. Biz ketyapmiz. Ajoyib ziyofat uchun rahmat. Men bilan yaxshi o'tirdinglarmi? Oqshom yaxshi o'tdimi demoqchiman. Xayrli tun, o'g'lim. Seni yaxshi ko'ramiz. Xayr. Xayr, dona. Xayrli tun, bolam. Kechki ovqat ajoyib bo'ldi, azizam. Ko'rdingmi? Hammasi yaxshi bo'ldimi? Yaxshi ham gapmi? Zo'r bo'ldi. Juda yaxshi. Yig'ishtirib olgunimcha bolalarga qarab turgin. Meni ishim juda ko'p. Sening ishing ko'pmi? Men yig'ishtirishim kerak. Idish yuvishim, bolalarga ertaga aytishim kerak. Afsuski vaqtim yo'q. Qachon seni vaqting bo'lgan o'zi? Katta odamsan. Nima muhimroqligini bilishing kerak. 10 daqiqa vaqt ajratyapman. Bir kun deganim yo'q. Nega shu arzimagan narsa uchun urushishimiz kerak? Janjalni oxirigacha aylantirib tashladim. Salom Morty, men Michael Newmanman. Gaplashib olsak bo'ladimi? Bir daqiqa kimdir keldi. Salom, Michael. Sekinroq. Qayerdan keldingiz?
Buni so'rama. Aylanib kelamizmi? Mayli. It's simple. Bu oddiy narsa. Avtopilotda bo'lgandirsan. Avtopilotda? Tez aylantirganda shunaqa bo'ladi. Fast forward. Okay. Tushunarli. Kel, senga ko'rsataman. Mana. Mana ko'rdingmi? Sen avtopilotdasan. Chiroq yonyapti-yu, lekin hech kim yo'q degandek. The remote. Pult yordami bilan ong ko'chadiku, tanang joyida qolaveradi agar zerikayotgan bo'lsang. Ertaga tushlikdan keyin dadangni tug'ilgan kuniga sovg'a olish kerak. Yaxshi azizam. Donna xuddi shunday dedi. Demak, men avtopilotda javob beribman-da. Qalban davradagilar bilan bo'lmaysan. Vaqti bilan hammamiz ham avtopilotda yashaymiz. Boshqalardan farqing senda pult bor. Kerak vaqtda o'zgartira olasan. Juda yaxshi narsa ekan. U seni xotiningmi? Go'zal ayol ekan. Chiroyli-a? Maftunkor chehra, kelishgan, chiroyli qomat. Nima deyapsan? Qiziq. Nima qiziq? Nima desang deginu, lekin men ketib borgan yigitni ko'rib turibman. Qanaqa sho'x bo'lganimni ko'rsataymi? Ko'rsatchi. Hozir Donnani uchratishimdan oldingi qizlarimni ko'rsataman. Ko'rib qo'y. Ba'zan oldingi bo'lgan narsalarni eslamagan ma'qul. Just in your head. Hammasini tushundim, Morty. Xayrli tun. Xayrli tun, Michael. Kasal bo'lib qolyapman. Yaxshisi buni o'tkazib yuboraman. Michael, tur. Ishga ketishing kerak. Nima? Darrov dushanba keldimi? Burnim bitmay qo'yibdi. Shamollash davrini o'tkazib yoribman. Rahmat senga. Seni yaxshi ko'raman. Dori ichmayman. Lekin esimda yo'q. Ishimni qildim yo'qmi? Ishlaganga o'xshayman. Chatoq bo'ldi. Issiq suv yo'q. Nima? Dush qabul qilishim kerak. Bu qo'rqinchli emas. Yana qanday yaxshi. Yuvingan, tarangan, multfilmini ko'rib, oying bilan yaxshi o'tir, xo'pmi? Sen xuddi dadangga o'xshab keksiysan. To'g'ri qilasan, o'g'lim. Dada, Qasir, bugun ham kechgacha ishlaysizmi? afsuski shunaqa. Biz sizga yordam bera olamizmi? Yaqinda katta boshliq bo'laman. O'shanda yangi loyihalar kerak bo'ladi. Agar biror fikr tug'ilsa, xomaki suratlarni chizinglar. Xo'p, Unda hammasi rock-and-roll. men qog'oz olib kelaman. Men qalam olib kelaman. You're on Juda it now. ta'sirli chiqyapti. Yeah. Yaxshi. Traffic. Probka. No Yo'qotsin more probka. Ish degan mana bunday bo'pti. Qoyil. Mana shuni orzu qilgandim. Mo'jizayam. You look a little pale there, pal. Rangin sal o'chibdimi? Yo, sap-saro bo'lib ketding. Xuddi saro kasal bo'lganday. Don't get Yashil maxluqni jahlini chiqarmang. you won't like. Jahli chiqsa, yomon bo'ladi. Oh, there's Barney. Voy masxara boz. You love me. Mayli. Hozir oftobda qorayganday bo'lay. Mana. Xuddi Julio Iglesiasday bo'ldim. Ana bu boshqa gap.
Ko'rinishingiz yaxshi, Mr. Newman. Rahmat, Yudi. Tayyormi? Tayyormi? Tayyorga o'xshaydi. Hozir bir daqiqa. Mana, qarang. Ha, ko'rinishdan yaxshi. Holda ariq bor. Bu chiroyli ko'rinadi. Qachon oftobda qorayib ulgurding? Hammasiga vaqt topib ulguraman, sir. Ha, doim ulgurasan. Sizlarni bilmadim, menimcha Ichiro dunyodagi eng ajoyib mo'jiza. Matsui ham juda bebaho. Agar sizlarga Ichiro bilan Matsui yoqsa, unisini ham bunisini ham bera qolaylik. Men ovqat tanlamayman, yeyaveraman. Kechirasiz, hozir kelamiz. Marhamat, marhamat. Sizlarni kutamiz. Ichiro bilan Matsui beysbolchilar. Siz ularni milliy qahramonlarni haqorat qildingiz. Hojatxonaga borib tomirimni kesaman. Kutib turaman.だからね、やめりゃよかったの、こんなしょうもない。やめりゃよかったんだ、こんなしょうもない会議はよ。そう、その通りです。あんなバカ。Bu ahmoqlar bilan mashg'ulki, ko'p ko'rgan. holdagi ariqni nima keragi bor? Xonani ko'paytirsin, bizga foyda keltiradi. Yuringlar, ovqatlanamizda, keyin gamburger yeymiz. Buyuk madaniyat durdonasi TJ Fredis'da. Qani Michael, qutqar endi. Nima qilishni bilaman. Yolg'iz qolib, loyihani yana bir bor ko'rib chiqdim. Sizlar bilan yaqindan tanishib, boshqa narsa kerakligini tushundim. Kelinglar, buni unutib, mana bundoq hammasini ortiqcha narsalarsiz ko'proq foyda keltiradigan qilamiz. Bizning ishimizda muhimi naqd foyda-ku. Marhamat qilib, loyihani bizga ishonib topshiring. Shunda bu yerdan ketib, TJ Fredis'ga borib, gamburger yeymiz, to mana u kishi bo'kib qolmagunicha. Mana bunisi bizga ma'qul. Ha. Qirol uyiga keldi. Salom, salom, salom. Nega uxlayapsizlar? Sizlarga sovg'a olib keldim. Rostdanmi? Qanaqa sovg'a? Pastga tushinglar, o'z ko'zingizdan ko'rasizlar. Qani? Ketyapman. Azizam, sen ham pastga tush. Tezroq, tezroq. Bu sizlarga. Bizgami? Ha. Bu million turadi, dada. Endi bu biz uchun pul emas. Eng yaxshi narsalar sizlarda bo'lishi kerak. Bildinglarmi? Nima gap? Ko'rmayapsanmi? Ushkiylar kelyaptimi? Ha! Ko'chaga olib chiqinglar. Odoylarni uyg'otinglar, ko'rib havaslari kelsin. Bu shaharda boshqa hech kimda bunaqasi yo'q. Kevin O'Doyle hasaddan yorilib o'ladi. Seningcha go'zal xotinimni unutdimmi? Ne xudoyim. Bu kovboylar shlyapasi emas, lekin senga yoqsa kerak. Michael, buncha Shu chiroyli. haqda oyim bilan gaplashganingni eshitgandim. Juda ajoyib. Juda yarashdi azizam. O'zimga sigara oldim. Nima qilibdi? Nimani bayram qilyapmiz? Nimani bayram qilyapmiz? Biz sog'miz, yaxshi oilamiz. Men esa Emerning yangi sherigiman. Ey xudoyim. Hazillashmayapsanmi? Xursand bo'lishingni bilardim. Seni sevaman. Matsuhita bizga buyurtma berdi. Bunga men sababli erishdik. Faqat men sababli. Juda yaxshi. Bugun ajoyib kun bo'lishini bilgandim. Radioda bizning qo'shig'imizni eshitdim. Bizning qo'shig'imiz bormi? Azizim, birinchi bo'sani The song that was unutdingmi? playing during our first kiss. Oh. Come on. Qo'ysangchi, hazillashyapsan-a? Qo'shig'imizni bilaman. Ha, qo'shig'imizni bilaman. Albatta bilaman. Bizni qo'shig'imiz qanaqa edi-ya? Hozir. Shu bar esimda. Yana, xudoyim. Bu qanaqa bashara? Buni qara-ya. Nima desang dengunu, u sendek go'zalga arzimaydi. Birinchi bo'sani vaqti. Ha, yozgandik. Yashavor og'ayni. Ertalab ham meni sevasanmi? Bunga qara. Endi nima bo'ladi? Bunga javobing bormi?
Yaxshi. Bitimni mustahkamla, og'ayni. Muhabbat abadiy, azizam. Hozir u shu sersoqolga yaqinlashmayman, soqoli sanchiladi deb o'ylayapti. Bir daqiqa. O'sha vaqtda Cranberries guruhi ushlanib qolaman qo'shig'ini aytgandi. Pushti koftang juda yarashgandi senga. Esingdami? Nima kiyganim ham esingdami? Ha, hatto Janin nima kiygani ham esimda. Seni sevaman. Men ham seni sevaman, azizim. Ha. keldi. Tabriklayman. O'tir og'ayni. Yaxshi. Ozgina charchadim. Kecha butun oila tungacha bayram qildik. Kecha juda qoyil qilding-da. Siz ham yomon gapirmadingiz. Endi hamma chizmalarini tayyorlab qo'yishing kerak. Agar Matsukita butun smetani ma'qullasa, meni sherigim bo'lasan. Men sherigingiz bo'ldim deb o'ylagandim. Shoshilma og'ayni. Agar Matsukita buyurtmasini bajarsang, sherigim bo'lasan dedim. Axir xotinimga aytib bo'ldim, ser, o'zimda yo'q pulni ham sarfladim. Bu ishga bir necha oy ketdi. Tushunyapsizmi? Bir necha oy. Unda tezroq boshla. Voy, boshim yorilib ketay deyapti. Xuddi poyezd tagida qolgandayman. Men bora qoray. Stacy! Qamoqchi bo'lgan ishingning oqibatini yaxshi tasavvur qilyapsanmi? Ha? Arzimaydi deb o'ylaysanmi? Bu sening hayoting, o'zing hal qilishing kerak. Bilaman, lekin gap atigi 2 oy haqida ketyapti. 2 oyni o'tkazib yuborib, nimadan quruq qolaman? Donna bilan janjal u sochimni qirqtirishdanmi? Gunom, esingdami? Yorma reklamasidagi. Bu juda mazali degan bolami? U kamalak oxirida bir tovoq oltin olmoqchi bo'ladi. Oxirida bilsa, unda nonushta uchun yorma bor ekan. Ha. Michael. Metafora mohiyatini tushundingmi? Mayli, unaqa qilmayman. Dada, Ha. siz uchun bir narsa chizib qo'ydik. Hozir vaqtim yo'q. Balki ishingizni tez bitishiga yordam berar. Mayli, qani bir ko'raylik-chi. Xo'sh, bu juda baland, koridori juda tor. Zinasi ham joyida emas. Bu xona nimadan qilingan o'zi? Pizzadan. Bu tentaklik. Qani, keyingi loyihani ko'ramiz. Nimadan qilingan? Bodringdan. Yosh bolaga o'xshaysan-a. Michael, esingni yedingmi? U 7 yosh. O'ynaydigan xonani pizzadan qilsa nima bo'pti? Then why not? Balki aqlni yig'ib, bema'ni fantaziyani yig'ishtirish kerakdir. Ey, pizza bola. Hayotda ijodning o'zi yetarli emas. Boshliqqa xushomad qilish, oldinga suyak tashlashi uchun daromad keltiradigan ish qilish kerak. Tushundingmi? Hozir. Emer seni sherik qilmadimi? Yo'q. Azizim, kechir. Siz ham amallaymiz. So'z beraman. Jonga tegdi. Doim amallaymiz. Bu qachon tugaydi o'zi? Zo'ra, to'g'rimi? 2 shohona kravat, shinam oshxona, bug'li dush, sun'iy yo'ldoshli televideniya. Nega doim jig'imga tegasan-a? Qarab tur, bir kun o'chimni olaman. Michael Newman, sigara chekishingizni bilmagandim. Ana, ayni vaqti.
Yo'q, Keti, bu meniki emas. Buni Kevindan so'rab oldim. Parovozdek tutatayotgan ekan. Yo'q, yolg'on. Marixuana hidi kelayotganga o'xshaydi. Kevin O'Doyle, tez uyga kir. Ko'rgani ko'zim yo'q. Jarangmisan, tez kir dedim. Men chekmadim. Kayf ahmoqlar uchun. Chaqirganda darrov kel. Boshqa ilojimiz yo'q, o'g'lim. Bu adolatsizlik. Velosipedni qaytarib berishni xohlamayman. Qaytarishga majbursan, bolam. Dadam buni bizga sovg'a qilganlar. Negaki dadang sizlarni yaxshi ko'radi, afsuski ishxonasida ishi yurishmadi. Qaytarishimiz kerak. Men Kevin O'Doyle'ga menda yangi velikim bor dedim. Eskisini bo'yasak, xuddi yangidek bo'ladi. Bu qizlarning velosipedi, hamma bolalar ustimdan kulishadi. Yo'q, ortiq chiday olmayman. Oldinga martabam ko'tarilishiga aylantir. Havas qilsa arzigan ajoyib sherigim Michael Newman sog'lig'iga ko'taramiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Hammaga rahmat. Oilam sizdan minnatdor. Astoydil harakat qilaman, ishonchinglarni oqlayman. So'z beraman. Tabriklayman, Mr. Newman. Rahmat. Xursandmisan, qahramon? Juda ham xursandman, ser. Sen shunga loyiqsan. Faqat Masukita loyihasi uchungina emas, ishimning yarmini zimmanga olding. Endi xotinim bilan ko'proq birga bo'laman. Hazillashyapsizlarmi? 2 oydan beri uchrashib turibsizlarmi? Uning uchun bu aql bovar qilmaydigan rekord. Yo'q, 2 oy yaxshi o'tdi. 1 yildan keyin qiyinchiliklar boshlandi. Kutilmaganda dam olish kuni La'nati 1 yildan keyin o'ziga sherik qildimi? Yana nimani o'tkazib yubordimi? Chin ursin. Yordamim kerakmi, Mr. Newman? Siz kimsiz? Kristen, sizning yordamchingizman. Qanaqa yordamchi? Elis qani? U buxgalteriyada bu vazifa og'irlik qildi. U bo'limga o'tib ketdi. Yo'q. 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 Bergman deganlar kim bo'ldi ekan? Michael men bilan gaplashishni ham istamaydi. Gaplashishni xohlayman. Faqat men avtopilotdaman. Men avtopilotdamanmish. Sen avtozombisan. Bruno Dona. Bruno Donna? Michael, o'zingni bos. Bu tasqara kim? Nega o'zimiz gaplashib ola olmaymiz? Sen bilan qachon gaplashaman? Uyda deyarli bo'lmaysan. Bo'lganingda ham haykaldan farqing yo'q. Men avtopilotdaman. Mendan nima istaysan? Ana yana telefonida gaplashadi. Bu nimasi? Pultni bosmagandim-ku. Endi tushli vaqtida ham televizor ko'ramizmi? Mumkinmi? Samantha, qizginam. Sochlaring uzun bo'lib qopti. Sen qachon bunaqa katta bo'lib qolding-a? Bugun ishga bormayman. Multfilmingni birga ko'ramiz, xo'pmi? Multfilm kichkinalar uchun. Men jangari film ko'raman. Ha, jangari film. Bugungi seriyada ayolning qo'lini uzib tashlashadi. Nima bo'ldi? Ajdaho haqidagi serial tugadimi? To'xta. To'xta deyapman. Nima qilyapsan? Bu meni pechenyam. Qayt, yaramas it. Qayt. Qayt deyapman. Baqirma. Yong'oqcha pechene yashiradigan joyingni bilib oldim. Qanaqa yong'oqcha? Sundance qani? Sandisni eslatma. Bolalar yana yig'lashadi. Nega? Nima bo'ldi? O'ldimi? Yo'q. 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 Shunday o'rganib qolgandimki unga. Dadang o'zini bosib yuruvdi. U eng yaxshi it edi. Endi ko'ngli bo'shab ketdi. Bo'ldi, bo'ldi. Qaysi gunohim uchun? Men seni sevaman. Sen hali ham meni sevasanmi? Michael. Axir biz endi hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi. Hech nimani. Yo'q. Unaqa dema. Men endi yaxshi bo'laman, xo'pmi? So'z beraman. Yaxshi er bo'laman. Faqat ketma. Endi bunaqa ko'p ishlamayman. Yoningda bo'laman. Labbay. Qo'rqitib yubording-ku. Nima bo'ldi, azizim? Xavotirlanma, sichqon bor ekan, uni o'ldirdim. O'lib yotibdi. Faqat stolni sindirib qo'ydim. Stol sindi. Qanday paydo bo'lib qolding? Qilayotganingni sezdim.
jinni bo'lay deyapman. Buning buzilibdi. O'zidan o'zi aylanib ketyapti. U buzilmagan, o'zi shunaqa ishlaydi. Sen o'tkazib yuboradigan narsalarni xotirasida saqlab, o'zi o'tkazadi. Eslab qoladimi? Qanday qilib? Bu ilg'or texnika. Uning fanning yuksak yutug'i desa bo'ladi. Ba'zan yoqmagan narsalarni o'tkazib yuborsam, yana o'shanaqa voqea tez o'tib ketsin degani emas. Hayotim o'tib ketyapti. Yanglishmasam bir safar 1 yilni o'tkazib yubordi. Yomon. Bu yomon. Ol. Buni menga keragi yo'q. Yo'q. Bo'ldi, yetadi. Katta rahmat. Lekin Ha. lekin Bekor ovora bo'layapsan. Shapkan yarashibdi. yo'q. Yo'q. Yo'q, keragi yo'q. Ko'zimga ko'rinma. Meni tinch qo'y. Senga aytgandim-ku, qaytarib olinmaydi deb. Hop, ketma toqiyni. Ko'rishguncha. Ketma, iltimos, Morty. Nima qilsam aylantirib o'tkazib yubormaydi. Jin ursin. Xayrli tong azizim. Dushga birinchi bo'lib borasanmi? Ha. Yo'q, dushga bormayman. Yana o'tib ketadi. Ishlab ketsa, qancha vaqtga sakrab o'tganimni bilolmayman. Bugun men xuddi janubdagi kovboydek yuraman. Gap nimadaligini tushuntirgim kelyapti, lekin unda yana janjal bo'ladi. Yana vaqt o'tkazib yuboriladi. Bitta muammo tug'ilgan. Undan qutulmoqchi edim, ilojini qila olmadim. Ishxonaga borib, bir nima o'ylab topaman. Ko'rasan. G'alati ketasanmi? Yo'q, urushma. Ogohlantirdim-ku, janjal mumkin emas. Sen haqsan, men har doim nohaqman. Seni bag'rimga bosayman. Mayli, qarshimasman. Yo'q, men qarshiman. Unda yana tez aylanib o'tib ketadi. 3 daqiqa yo'q deyaver. Vaqtni behuda o'tkazib yubormay, sen bilan yaxshi yashashni istayman. Shuning uchun yaxshisi ketaman. Yaxshi qol. Yana yolg'iz qoldi. Michael g'alati qiliqlarini tushunmay mendan ko'ngli so'radi. Ochir, vaysaqi. O'zing o'char. Ha. Michael, Mr. Emmer. kechagina sherik bo'lib bugun xalat kiyib ishga kelyapsanmi? Ha, Jon, menimcha biz bekorchi narsalarga ko'proq e'tibor beryapmiz. Kimning kostyumi yaxshiroq? Armaninikimi, Calvin Kleinnikimi? Nima keragi bor? Ki asosiy ish bilan shug'ullanaylik, ishlaylik. Umrimda bunaqa bema'ni gapni eshitmagandim. Lekin to'g'ri aytasan, chin urgur. Odatlarimizni o'zgartiramiz. Shunisi yaxshi. Hayotdagi o'zgarishlar, bir narsa haqida, to'g'rirog'i, birov haqida gaplashib olmoqchiman. Janin haqida. Tinchlikmi? Michael, biz Janin bilan shunaqa yuravermay, Marokashga borib o'sha yerda yashamoqchimiz. Marokashga? Marokashga? Erik Liminson meni vazifamni bajaradi. Sen esa uni o'rnini egallaysan. Shoshma. Axir u xalqaro bo'limni boshqaradi-ku. Nima bo'ldi? Men kechagina seni sheriging bo'ldim. Seni hamma loyihalaring daromad keltiradi. Bir kun kelib kompaniya prezidenti bo'lsang ajab emas. Qarshi emasman, lekin yo'q. Mansabga ko'tarilishni xohlamayman. Yo'q. Michael sizga qo'ng'iroq qilishyapti. Michael Newman. Salom xo'jayin.
10 yil oldin kompaniya prezidenti bo'lmoqchiligini aytganding. Xushxabar olib keldim. Bugun Erik Levinson o'z joniga qasd qildi. Har balonni kavshashni bas qil, Mr. Prezident, bo'lmasa sen ham o'lib ketasan. Virtual derazani ochaman. 10 yil. 10 yilda nimalar bo'lmaydi deysan. Ey xudoyim, semirib ketibman. Bu nima? Ey xudoyim. Shu kerak emasdi. Uyga ketishni xohlayman. Siz yangilik eshityapsiz. Bugun 2017-yil 5-fevral. Britney Spears 23-farzandini tug'di. Mag'rur ota Kevin Federline ishga kirishga qaror qilganini aytdi. Michael Jackson o'zini klon qildirgan birinchi odam. Donna! Donna! Kechirasiz, siz kimsiz? Salom dedi. Salom dada. Ben. Senmisan? Katta bo'lib ketganingni qara. Bahaybatsan-ku. Hamma gapirsa ham siz gapirmasangiz bo'lardi, baqaloq. Yana meni masxara qiladi. Agar meni fitness klubiga a'zo qilganingizda o'rtoqlarim Mechkov deb chaqirishmasdi. Qo'ysangchi, men seni yaxshi ko'raman. Twinkilarimni qaytarib ber. Donna. Donna. La'nati. Sen esa avvalgidek go'zalsan. Juda qo'rqqandim. Men keldim. Salom azizim. Bu qanaqasi? Dona bilan shokolad ichmoqchimiz. Senga ham quyib beraymi? Suzish bo'yicha murabbiy bilan menga xiyonat qilyapsanmi hali? Bo'ldi, qo'y. Hammasini hal qilib bo'lganmiz. Yo, nimaga xafa bo'laman? Nega endi birovlarni oilasini buzasan, ablah? Michael, bo'ldi. Tinch qo'y. O'zing alohida yashashni xohlading. U bilan menga xiyonat qilyapsanmi hali? Yo'qol bu yerdan, ket. Yomon ko'raman. Qilma Donna, iltimos. Ko'rgani ko'zim yo'q. Ey xudoyim. Yomon ko'rasanmi hali? Yo'q. Yo'q. 10 yil o'tibdi-yu, hali ham qurib bitkazmanman-da. Morty! Qaysi gunohim uchun buni uyushtirding, ablah? O'zing hammasini uyushtirding, Michael. Yo'q. Shuncha vaqtni yo'qotmoqchi emasdim. Donadan ayrilmoqchi emasdim. Seni qilmishlaring o'tkazib yuborishni dasturlaydi. Har doim ish bilan oila o'rtasida ixtilof bo'lgan. Ish Gaping yolg'on. Hayotni aldashi mumkin, o'zingni aldashi mumkin. O'tkazib yuborishni alda olmaysan. Pult yolg'ondan himoyalangan, shuning uchun buni o'zgartira olmaysan. Sen hali yoshsan, Donani muhabbatini qozonish mumkin. Shunday qilaman. Olg'a, Qorinboy. Hozir og'riqni sezasan. Iltimos. Xatimni o'qi, iltimos. Yomon ko'raman. Nafratlanaman. Yo'qol. Michael, hushingga keldingmi? Michael, azizim. Hushingga keldingmi? Yo'llarim qayerga ketdi? Tush ko'rganmidim? Juda yomon tush ko'ribman. Nima yomon tush ko'rdingmi? Menga katta it tashlandimi?
Ajoyib it Shrek haqida gapiryapsanmi? Ha, u bo'lmaganida boshing bilan urilmasding. Tomogramma ham qilishmasdi, shish borligini aniqlashmasdi. Saraton kasalimanmi? Yo'q, endi yo'q. Sen kimyoviy muolajadan semirgan yagona odamsan. Shuni oqibatida yurak xuruj bergan bo'lsa kerak. Yurak xuruji? Hali ham morfin o'qil qilishayotganga o'xshaydi. Ha, ishtahasi karnay kishi. Boshini urib olganingdan beri kasalsan. Qachon urib oldim? Qachon? Nega so'rayapsan? 6 yil oldi shekilli, nima edi? 6 yil? Yana 6 yil? U shuncha vaqtni o'tkazib yuboribdi. Senga tinchlantiruvchi ukol qilishlarini so'rayman. Ketma, Donna. Bu nima? 3-chi liposaksiya uchun yomon emas. Yana bitta plastikadan keyin buni olib tashlashadi. Tilga o'xshaydi-ku. Dahshat. Mayli, men ketdim. Pastda meni Bill kutyapti. Bill? Hali ham o'sha murabbiy bilan birgamisan? Abadiy muhabbatimiz nima bo'ldi? Abadiy muhabbat? Michael, men bolalarni o'ylab sen bilan yaxshi munosabatda bo'lyapman. Do'st bo'lib qolaylik. Qorningni shapillataverma. Bu o'zimni qornim. Xohlagan ishimni qilaveraman. Xursandmisan? Eshit. Bill meni erim. Xohlasang ham, xohlamasang ham shu. Erim? Yo'q, Donna. Donna! 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 Newman arxitekturaga xush kelibsiz. Go'zal dunyo quramiz. 2018-yildagi dunyoning eng yaxshi arxitektorlari. Ahmoq, orzularing ushaldimi? Salom dada. Ahvolingiz yaxshimi? Benjamin. Buni qaranglar. Nimaga qarash kerak? Ozganingni qara. Soqolam olyapsanmi? Qanday qilib erishding? Yuring, xonamda gaplashamiz. Qoyil, oldingi xonam. Arxitektormisan? Qanday erishding? Oyim sizni kasalxonada qidirishyapti. Yo'q, hammasi joyida. Qanday qilib ozding? Sen ham menga o'xshab liposaksiya qildingmi? Senga ko'rsataymi? Yo'q, men har doimgidek 5 marta Bill bilan mashq qildim. Buni qara. Bu go'zal kim? Malla soch, lablari g'unchadek, kelishgan, sevgan qizingmi? Yo'q, u qizingiz Samantha. Shunaqa degin. Ha, albatta. Sendan iltimos, unga qarab tur. Hech kim xafa qilmasin. Dada, meni muhim uchrashuvim bor. Xo'p, yaxshi. Hozir ketaman. Menga qara. Tez uchrashib turishimiz kerak. Hammamiz. Men muzqaymoq beraman. Bilaman, oying kelmaydi. Lekin sen, Samantha, buving yomon bo'lmasda. Bugun hayolingiz parishon ko'rinadi. O'tiring, suv quyib beraman. Nega o'tirishim kerak? Mana uni ichib oling. Xo'p. Mana suvni ichdim. Nima bo'ldi? Dada, buvam o'ldi. 1 yil oldin o'lgan. Yo'q. Nima deyapsan? Men qayerda edim? Yig'layapsizmi? Nima bo'ldi? Hech nima. U qari bo'ldi. Hayot shunaqa. Xudoyim. Odamlar yashaydi, o'ladi. Mayli, ketdim. Yo'q, to'xtang. Susan, uchrashuvimni qoldiring. Yo'q, uchrashuvingga bor. Nega yig'layapsiz? Operatsiyadan keyin hali o'sibga kelmadim. Men ham yig'layman, dada. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Qolishingiz mumkin, dada. Mayli, xayr.
Bo'la qolsangchi. Sen u yerga kira olmaysan. Qayoqqa kira olmayman? O'layotganda uni yonida emasding. Albatta yonida emasdim. Iltimos, u bilan oxirgi uchrashuvimizni ko'rsatgin. Salom dada. Hayolingizni buzganim uchun uzr. Savdo kompleksi loyihamni yana bir ko'ring. Albatta, bunisi arzonroq. Lekin meni loyiham atrof muhitga mos U tushayapti. qimmatroq aytdim-ku, kechirasan. Ishim ko'p. Ha. Siz haqsiz dada. U nohaq. Sen to'nkasan. Bu yoqqa bir qara. Syurpriz. Salom buva. Ey xudoyim. Juda chiroyli bo'lib ketibsan. Menga qara Michael, bir fikr keldi. Kechqurun oying dugonasinikiga ketadi. Paytdan foydalanib, sen, men, ben uchalamiz bir suhbatlashib o'tiraylik. Bora olmayman. Nimaga bora olmaysan? Ba'zan ovqatlanish kerak. Restoranga boramiz. Buva, men boraman. Ko'rdingmi, u boradi. Nima haqida gaplashayotganimizni bilmaydi, lekin rozi. Iltimos, bir daqiqa. Menga barmog'ingni o'qtalma. Kelishib olaylik, agar borsang, senga tangali Fox'imni ko'rsataman. Otangga qarasangchi. Senga sirni aytaman. Kerak emas, dada. Nima bilgin kelmaydimi? Shu ahmoqona Fox'ingizni bilaman. Har doim bilardim. Ko'rmayapsizmi? Ishlayapman. Har doim bilardim. Ablahsan. Mayli. Bezovta qilganim uchun kechir. Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Ko'rishguncha buva. Sizni yaxshi ko'raman. Dada. 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 Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Sizni sog'inaman. Buni bilasiz. Xayr. Shunaqa bo'lganiga achinaman. Dadangni olib ketishni istamagandim, ishon. Bu nima deganing? Men farishtaman-ku, Michael. Farishta? Men farishtalar odamlarni asraydilar deb o'ylardim. Men o'lim farishtasiman. Dadangni vaqt soati yetdi. Voy, pastkash-ey. Bo'ldi, meni tinch qo'y. Rosa kalaka bo'lding. Undan ko'ra yaxshi joyga olib bor. The stars in the sky, the moon on high, the best things in life are free. Endi navbatni Mr. Newmanga beramiz. Gapir, Michael, tabriklar. To'y torti. Ajoyib tort. Kuyov qani? Yuzingni ko'rsat. Bu yodaman dedi. Ben.
O'g'limni to'yini o'tkazib yubormadim. Bu juda ham yaxshi o'g'lim. Baxtli qiz kim ekan? Juda kulgili, Mr. Newman. Peggy xola, sizmisiz? Yo, hazillashdim. Xolam buni biladilar. Oyi. Benning xotini. Oilamizga xush kelibsiz. Rahmat. Tabriklayman. Kelinglar, shu ajoyib kechani nishonlaylik. Call me irresponsible. Call me. Oyijon, bugun juda ochilib ketibsiz. Judayam. Michael o'g'lim, bola paytingdan beri meni o'pmaganding. Siz hammadan yaxshisiz, oyi. Buni bilasiz-ku. Michael o'g'lim, juda mehribonsan. Bilasanmi, Michael, dadang shu kunni ko'rishni xohlardi. Bilaman, oyi. Sizni shu yerdaligingizdan xursandman. Men ham xursandman, bolam. Men ham xursandman. Juda yaxshi. Go'zalligini qara. Donna sevimli kelinim. Ahmoqsan-da, uni tashlab ketding. Mayli, to'yda xafa bo'lmaylik. Yana gaplashamiz. Kristina. Michael, to'y xarajatlarini bo'yningga olib juda mehribonlik qilding. To'g'ri. Katta rahmat. Narsamaydi. Benga yaxshi qiz uchraganga o'xshaydi. Juda yaxshi qiz. Yaxshi. Cranberries guruhining shunaqa qo'shig'i bor edi, unutmagandirsizlar. Dunyodagi eng yaxshi qo'shig'i. Bill, o'g'limizni to'yda sobiq erim bilan biroz raqs tushsam, qarshimasmisan? Mayli. Rahmat. Faqat 12 gacha qaytar, xo'pmi? Albatta, Bill. Hech ham o'zgarmagansan. Shuncha yil o'tdi. Baxtlimisan? Albatta baxtliman, o'g'lim uylanyapti. Buni aytmayapman. Hayoting shunday o'tganidan baxtiyormisan? O'tganidan hali tugayotgani yo'q. Bu meni Donnam. To'g'ri. U Samantami? Ha. Ey! Bu nimasi? Sviter kiyib ol, bunaqa yurma. Sizga nima bo'ldi? Hazillashdim. Katta qiz bo'lganingga hech ham ko'nika olmayapman. Agar bu bilan ko'rinishing yaxshi demoqchi bo'lsangiz, unda rahmat. Yur, tort yeymiz. Kim birinchi borishga, dada? Ketdik. Dada? Michael, senga nima bo'ldi? Bu yerda doktor bormi? Doktor kerak. Michael. Dada. Dada. Shunchaki yormay ekan. Bitta raqs tushding-ku, infarkt bo'lding. Nega bunday qilding? Hayotini to'liq yashab o'tmadim. Meni uchratmasingdan oldin ham ko'p narsani tez o'tkazib xatlab ketarding. O'zing shu hayotni tanlading, qariya. Men bunaqa hayotni xohlamagandim. Xohlaganding. Ssenariy muallifi va rejissyor Michael Newman. Ko'rdingmi? Demak, xohlagansan. Salom. Tuzukmisiz, dada? Farzandlarim yonimda bo'lsa yaxshiman. Samanta 36 soatdan beri shu yerda. Qushlariga kemagunlaricha ketmayman dedi. Nega ketmading? Negaki siz meni otamsiz. Sen
Billni dada deysan. Meni dadam ikkita. Bittasi 200 yil yashayman deb va'da bergan, esingizdami? Ikkalangiz uxlab olishingiz kerak. Men esa samolyotga shoshilayapman. To'y sayohating bor-a? To'y sayohatini qoldirdim. Kensington bilan bitim tuzilmay qolyapti. Ishni bitirish kerak. Yo'q. Keyinroq Julia bilan Italiyaga borarmiz. Yo'q. Hech qisi yo'q. Xotiringni xafa qilma. U tushunadi. Firmaning ishlari muhimroq. Kechirasizlar, sizlar ketishingiz kerak. Bemorga tinchlik kerak. Xayr dada. Men Xayr, dadajon. Ben. Olinglar buni. To'xtang. Sizga turish mumkin emas. O'g'limni ko'rishim kerak. Hech qayerga bormaysiz. Joyingizga borib yoting. Anavi Kamin Farellimi? Qaysi? Michael. Bu mashinalar yashashingga yordam beryapti. O'g'lim bilan gaplashishim kerak. Michael, to'xta. Yo'q. Michael, joningga qasd qilma. Ben. Dada, nima qilyapsiz? Voh, xudoyim. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Dada. Ben. Meni oilam. Nima? Oila doim birinchi o'rinda. Oila doim birinchi o'rinda. To'y sayohati. Samantha. 200 yoshgacha yasholmadim. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Bill. Qayerdaman? Hamma narsa vanna uchun, yotoqxona uchun nomli do'konda. Uxlayotganingizni ko'rdim. Yomon tush ko'rdingiz shekilli. Nima? Bu yerda yotish mumkin emas.
lekin men ba'zan ruxsat beraman. Hali ham do'kondamanmi? Yana yoshman. Men yoshman. Sizni juda ham yoshsiz deya olmayman. Mana men yoshman, siz unchalik emas. Yo, men hayotimni endi boshlayapman og'ayni. Sen yaxshisan. Senga do'st kerakmi? Do'stlashamizmi? Sen meni do'stimsan. Men seni do'stingman, og'ayni. Xudoyim. Meni eski shaldiroq aravam, qirilgan, chizilgan arzon mashinam, seni yaxshi ko'raman. Dada. Mana meni dadam. Nima gap, nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi, hammasi yaxshi oyi. Sizlarni ko'rgim keldi. Yaxshi ko'rishimni aytgani keldim. Fokusingizni qanday qilishingizni aytib bering. Iltimos sizdan. Dada, ayting. Fokusni siri ochilmaydi, lekin tez-tez tushlikka taklif qilib tursang, Ertaga boringlar. Indiga ham qachon xohlasangiz, doim. tinchlan, bo'lmasa infarkt bo'lib qolaman. Yo'q, men infarkt bo'laman. Meni tuqqaningiz uchun rahmat sizga oyi. Bolaginam endi bunaqa ko'p ichmagin. Va'da bera olmayman. Xayr. Oyi, turing, pastda shovqin bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Nima gap? Men fikrimni bir joyga to'plamoqchiman. Uxlamay bayramda tabiatga chiqish rejasini tuzayapman. Sen o'ylashimga xalaqit beryapsan. Uyat emasmi? Men xalaqit beryapmanmi? O'zing emasmi hozirgina uyg'ot. Nima? Uyg'ot? Nima deding? Eshitganing. Yana shunaqa qilsang, ishlarimni tashlab, o'nlab sayohatga reja tuzaman. Xursand bo'lasanmi? Gapir. O'ylab gapiryapsanmi? O'yla. Nima bo'lyapti? Bent, ke bu yoqqa. Seni juda sog'indim. O'zim o'g'lim. Daraxtdagi uychangni qurib beraman. Keyingi yakshanba o'sha yerda uxlaymiz. Ikkalamiz birga gimnastika qilamiz. Lekin cho'milish kiyimi kiymayman. Qo'yil! Ura, meni qizim, yaxshi sakrading. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Bir kun kelib sen bal malikasi bo'lasan, lekin aql ham muhim. Ertadan senga integral o'rgataman. Kelishdikmi? Siz integralni bilasizmi? Shunaqa so'z borligini bilaman. Mayli, oying o'rgatadi. Endi uxlaylar, ertaga surfing uchishga boramiz. Xayrli tun, dada. Bilaman, hammasi yaxshi bo'ladi. Reper kiyib ol. Xo'p. Dadamga qo'ng'iroq qilay, eski chodirni olsin. Michaelga. Avval aytganimdek, yaxshi odamlarga imkoniyat berish kerak. Ishonchim komil. Bu safar yanglishmaysan. Morty. Yaxshi, Morty. Yostiq otish jangi qilamizmi?